Keyin qizga borgan. Endi bu yuvinishga kirganmi, nima qiyin? Qiz bola buni pasportini olib qo'ygan sitasidan. Keyin pasportini olib qo'ygandan keyin bu bola umuman ruschani bilmaydi. Sizga 50 ming bersang dedi, men hozir dedi, senga joyini aytaman. Hozir 50 ming tasha dedi. 50 ming berib olish kerak edi o'shani. Bunga aql o'rgatgich ko'p bo'lib ketdi. Uni sudga ber uni dedi. Zaявление yoz dedi. Zaявление yozdi. Bir haftadan keyin qizni ushladi bilsalar, buni chaqirdi, Adelga bordi bari. Qiz bola ruschani zo'r biladi, bu ruschani bilmaydi. Menga yur dedi. Men qanday boraman u joyga? Tem bor, unda registratsiya patentim yo'q edi. Keyin xullas qiz